Hurmatli yurtboshimizni biz oldimizga qo'ygan topshiriqlari raqamlashtirishga o'tish. 1255 dispetcher avariya xizmatimizga biz sun'iy intellekt joriy qilib, sun'iy intellekt javob beradigan sun'iy intellektga buni bog'layapmiz. Bu bir. Ikkinchisi 80 ming kilometr yer ostidagi tarmoqlarimizni GIS tizimiga olamiz. 12700 ta magistral mana shu yerdan chiqadigan suvlar hammasi SCADA tizimiga o'tirg'izilib, markazlashgan dispetcherskida bu nuqtalardagi hamma raqamlashtirilgan holda suvni hisob-kitobi bo'ladi. Ilgari texusloviya degan narsa bor, texnik shart olishda mana bu yerda ayt, buni ayt emas. Endi buni sun'iy intellektga o'tkazib, suv ulanishi uchun iste'molchi yoki bo'lmasa tadbirkor, aholi, endi ko'proq tadbirkorlarning murojaatida biz texnik shart beramiz, aholini o'zimiz nima bilan ishlaymiz, sun'iy intellektga bermoqchimiz bu nimani, texnik shartni. Sababi boyagi birorta odam o'zini odam faktori aralashib, har xil korrupsion holatlarga, har xil qing'ir-qijiq nimalarni oldini olish uchun texnik shart sun'iy intellektga o'tkazayapti. 90% aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun to'liq kuch va barcha ilm va salohiyatimizni shu yo'nalishga safarbar qilamiz.